Badr kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shinini bir saf qilib tizib ko'zdan kechirayotgandilar. Bir sahoba safdan sal oldinroqqa chiqib olgan, yana qorni ham bor edi kattaroq. Hali kishi sababli saf qiyshiq turibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'ldagi tayoq bilan qoniga yengilgina urdilarda, "Istof", ya'ni safga kir dedi. Hali kishining ismi Savod ibn G'oziy edi. Ajib so'zni aytdi. "Ya Rasululloh, jonim og'ritdingiz, qasos olaman" dedi. U qasddan urgani yo'q, shuni yengilga urib qo'ydi. Sahobalar, "Ey, nima deyapsan? Axir bu zot Rasulullohki." "Nima bo'pti?" dedi. "Jonimni og'ritdi, qasos olaman" dedi. Rasululloh rozi bo'ldilar, tayoqni qo'liga berdilar. Haligi Savod ibn G'oziy tayoqni olib, "Ya Rasululloh, siz meni qonim yurganingizda qonim ochiq turibdi" dedi. "Qoningizni ochib bering" dedi. Biz aqlimizga sig'maydimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotining har bir lahzasida adolatli bo'lganlar. Har bitta holatida bizga ibrat bo'lganlar. Qorni ochib berdilar. Savod ibn G'oziy kaltaydi yerga tashladida Rasulullohning oldiga kelib, qorniga bet yuzlarini tegizib, quchoqlab o'pib, bag'riga bosdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ma hamalaka ala hada?" Nimaga bunday qildingizlar ya Rasululloh dedi. Sababini aytib, "Ya Rasululloh, hozir urush bo'ladi. Yo tirik qolaman, yo o'laman. Agar o'ladigan bo'lsam, dunyoda badanimga tekkan oxirgi narsa sizning muborak jasadingiz bo'lishini xohladim" dedi. Ana shu adolat, Rasulullohning adolati sahobalar u zotni shunday yaxshi ko'rishiga sabab bo'lgan.